Sen farishtalar suygan chechaksan, gullarning eng go'zalisan. Iffat barcha a'zolar uchun lozim va har bir a'zoning iffati bor. Tilning iffati behuda so'zlamaslik bo'lsa, ko'zning iffati uni haromdan tiyish bo'ladi. Ammo banda uchun avvalo qalbning iffati lozim. Qalbga Allohdan boshqasi halol emas. Qalb iffatga erishsagina haqqa tomon yuradi. Iffat shunday ajib bir tuyg'uki, tug'ilajak bolaning iffati onaning iffati qadar bo'ladi. Ushbu kitobdan ham tarix, o'tmish haqida, ham odobi qalb haqida saboq olamiz. Avvalida tug'ilajak farzand uchun iffat so'rab duoda bo'lgan Hanna onamiz haqlarida, Maryam onamizga g'amxo'rlik qilishni bo'yniga olgan Isha va Zakariya payg'ambar haqlarida, qalb ko'zi ko'rlarning bo'xtonlari deb Maryam onamizning ularning Allohga mahbub bandalar bo'lishlariga qaramay, dunyo hayotida uchragan sinovlari haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Allohga nazar qilingan Maryam onamizning o'y-hayollari, ularning iffat borasida suhbatlari haqida o'qir ekanmiz, beixtiyor biz ham o'zimizni isloh qilish uchun nafsimizni so'roqqa tutishni boshlaymiz. Bu kitobni o'qish jarayonida inson qalbiga boqadi, fitrati bilan, iffati bilan suhbat quradi. Iffatini pok saqlagan ayol Maryamni yod et.